Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimizga obunachilar. Bugungi videolarimiz Qo'shko'pir shahrida joylashgan hovli joyini ko'rsatib o'taman sizlarga. Joylashgan manzilimizga keladigan bo'lsak, Urganch tarafdan kelaversin. Chap qo'limizda Qo'shko'pir Xiva yo'lida joylashgan. Berimizda joylashgan yerini tushuntirib o'taman. Berimizda Toza bozor, berimizda Pajayni joylashgan, berimizda Yusuf Bobojon to'yxona, berimizda paxta zavod. Qo'shko'pir Xiva yo'lida joylashgan. Joyimiz yo'la 150-200 metrda joylashgan. Svet, gaz, suv, muammo yo'q. Hozir sizlarni ko'rsatib o'taman tashqi va ichki ko'rinishi bilan. Paxta zavodning yonboshidan kirayotirmiz. Berimizda metan zapravka. Birinchi ko'cha emas, ikkinchi ko'chadan aylanamiz. Garajımızın azı gözetemem. Garajımız iki taş, iki xana bah. Yine garajımız görüp turganlaringiz deyin. Garajımızda iki maşin sığadı, polni, ulu gen garaj. Banımızda bak tarafa çıkadan xodu bah. Garajımız. Sifatlatib bastırılgan polimer. Görüp turganlaringiz deyin. Sizlerle göstereceğim havlucaymış şu havlucay. Görüp turganlaringiz deyin. Havlucayımız 6 sotik, 362 metr kvadrata joy qurilgan. Görüp turganlaringizdan shipper atilgan, akfaynalar qo'yilgan. Garajning ustida 2 etaj, ikkinchi etajında 2 spalni xona bor. Yo'llarimiz betonlashtirilgan, görüp turganlaringizdan yo'l chiqqancha betonlashtirilgan. Hozir sizlarni havlucayimiz bilan tanishtirib chiqaman. Yerimizda prixoshka solingan, beri shestkranik polnis yeri. Berimiz zal, berimizda dalan, P dalan. Betondan karkas to'qilgan, armatura bilan. Berimiz zal. Zalımızda meni görüp turganlaringizdin ulu ağaçlardan qo'yilgan. Akfayna. Keng zalımız. Berimiz dalan. Görüp tursa dalanlar ham ulu ağaçlardan qo'yilgan. Berimizdan bir spalni xonamiz bor. Akfayna qo'yilgan, berimizdan ulu ağaçlardan qo'yilgan, görüp turganlaringiz sifatli ağaçlardan. Berimizda keladigan bo'lsak, berimiz daliz, berimiz ikkinchi etaj chiqadigan lestnitsa qo'ysangizlar bo'ladi beri. Berimizda bir spalni, berimizda bir spalni. Berimizda garajga chiqadigan xo'dan bor berimizda eshik. Hozir yopilib turibdi, ochsangizlar bo'ladi. Bantamizga kelsak, banimizda prixoshka. Banimizda baq tarafdan keladigan yer. Berimiz kuxni joylashgan.
Birimizde bani. Görüp turganlarsınız. Отдельно кухни, bani. Yerimizde yazgı hayvan çamba. Birimiz bağ. Üyümüzün arka tarafı. Görüp turganlarsınız.